Assalomu alaykum Lider Kiro kanali obunachilari. Tashqarilarda kunlar isib yotibdi. Shuning uchun quyonlarni ichkariga podvolga ko'chirganman. Bilasizlar, quyonlar issiqqa chidamaydi, o'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun podvoldan joy qilib, ichkariga ko'chirganman. Podvolda unchalik ko'p joy katta emas, shuni hisobiga quyonlarni maksimalni sig'dirish maqsadida o'sha qishda ham shu yerda yotadi quyonlar. Shuning uchun sig'dirish maqsadida kataklarni ham shunga qarab bo'yiga moslab qilganman. Mana bo'yi ko'rgan bo'lsanglar, mana tegib turibdi taxtaga. Bu yog'i pasti 3 etajlik ozgina kichkinalik qilib qoladi, lekin baribir ko'proq sig'dirish maqsadida shu narsa qilingan. Mana ba'zi birlar mana kesib turib katakni solganman, chunki sig'may qolgan. Ustun bir xilmasligini hisobiga. Hop, bunisini o'zim yasamaganman. Bu ikkalasini o'zim yasaganman. Bunisini yangi oldim. Juda ham arzonga oldim deb o'ylayman, chunki 200 mingga oldim. Hop, 3 etajlik. Adashmasam bu quyon emas, tovuqdek katagi bo'lgan, chunki hop, mana reykalar turibdi. Mana bu reykalar agar quyonni katagi bo'lganda g'ajib tashlardi. Hop, bu yo'llarni ham shunaqa reykalar ham tuniki bo'lmagan, o'zim qilganman. Chunki bu quyon bilasizlar, qajib tashlaydi. Mana pastlariga ham qilganman. Hamma chetlariga tunikidan yog'ib chiqqanman. Qo'ldan kelgancha. Hop, Xo'p, bu katakni bo'yi baland bo'lgan, shuning uchun tepasi kesilgan. Razmeri bir xil emas, uchalasiniki, pastda ikkalasiniki bir xil, tepasiniki bir xil emas. Bo'yi tushmaganligi hisobiga tepasidan kesib o'zim moslab qo'yganman. Ichi keng, ancha adashmasam 1 metrga 70 sm bo'lishi kerak. Bu katakni 200 mingga oldim. Juda ham arzon oldim deb o'ylayman, chunki bu kataklar hozir juda ham qimmat. Bu katakka qo'shib 5 ta suv idishni ham qo'shib berdi. 3 tasi bu yerda turibdi, 4 tasi bittasi ham bitta. Chunki suv idishni o'zi 25 mingdanmi shunaqa, 25 mingdan hisoblasanglar ham suv idishni o'zi 100 mingdan oshib ketadi. Hozir bitmagan bu katak. Ayrim chala joylari bor. Eng tepasini 2 bo'lib qo'yganman. Mana 2 ta eshigi bor. O'rtasidan bo'lib qo'yaman, setga tortib qo'yaman. Pastlari vesovoy quyonlarga moslashtiraman, chunki katta qisilib qolmaydi. Bu joyimizga ham, bo'sh joyga ham boshqa katak qilib qo'yganman, hali bitgani yo'q. Tashqarida bitsa uni ham obzor qilib o'tib ketaman. Hop, bu quyonlarimiz ham tashqarida katakka joylash kerak, chunki pastidagi axlatlar pastiga tushib hidi urib yotibdi. Bu quyonlarni hidi urmaydi, chunki pastiga xasil tashlaganman. Har 4-5 kunda tozalab chista qilib qo'yaman, chunki hidi ham kelmaydi. Tozalab qo'ygandan keyin tagini almashtirib, somon tashlayman. Somonni almashtirib qo'ygandan keyin hidi ham kelmaydi. Bu endi pastga tushib turgandan keyin tez tozalasa ham hidi urib yotibdi ularni. Hop. Bu tuqqan oldingi quyonlarimiz. Buni sani oldingi videoda ko'rsatib o'tib ketganman. 15 ta tuqqan, bitta bolasi o'lib qolgan. Qolgan hamma bolasini bu quyonga qo'shib tashlaganman. Ko'pi o'lib ketdi. Bu quyonni o'zi 11 ta tuqqan. Bu quyon ikkala bolasi bilan 20 tada o'tib ketgan. Hozir 11 ta bolasi qoldi. Qolgan hammasi o'lib ketdi, chunki ba'zi birlari emadi, ba'zi birlari emmaydi. Shuning uchun 11 ta qoldi. Bu quyonimiz ancha yaxshi bo'lib ketdi. Shu ichi o'tib, bolaga ham qaramay qo'ygan. Qattiq ichi o'tgan, o'lib qolish ham mumkin edi. Lekin to'g'ri qilib
tuzatib yubordik xudo xolasa. Bolalari ham ancha katta bo'lib qoldi. Ba'zi bilan kichkinalari ham bor, u yaxshi emmaganlari. Xo'p, yorug'lik uncha yetishmaydi, e'tibor bermaysizlar, chunki quyonlar ba'zilar yaxshi ko'rinmay qolyapti. Bu chiroqni qo'yganman, vaqtinchalik alishtirib tashlayman. Bu vaqtinchalikka qo'yganman xolos. Quyonimiz yangi kelgan, hatto tikka quloq samka. 3-4 kun bo'ldi kelganiga. Yevroqurolda admini Fazliddin akadan olganman. Uji joy tayyorlab qo'ygan, o'zi yaxshi ko'rmayapti, yorug'lik yetishmasligi sabab. Bu xatot o'zimniki. Bu yo'l tayyor bo'lib qoldi, ishlashga tayyor. Shu 5 oylik bo'lib qoldi. Bu yerda galantlar. Bularni 2,5 oyligida olgandim, o'sha 3 oydan shunaqa 3 oyda ozgina o'tib qoldi. Bu yerda ham galant Hikol sames. Galant samka, xudo xolasa bu ham bo'g'oz bo'lishi kerak. Sababini qilib qo'shib qo'yganmiz xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kanalga like, podpiska bosish esdan chiqmasin.